Biz har doim aytamiz, bizning usulimizning unikal tomoni, bizning usul qonsiz, bog'lovsiz, igna ukolsiz, choksiz. Buni sekreti nimada? Nimadaki maxsus instrumentlar, ustozni, shoism ustozi yasab bergan instrumentlar. Shuhratga o'zlari ham hozir yasayaptilar. Aynan mendagi ustoz podarka qilgan instrumentlarini tarixi qiziq. Qanaqa bo'lgan shu instrument? Men o'zimga ustoz instrument yasab berganlar. Ikkinchi martasida shogirdim uchun ustoz bitta yana instrument yasaylik deganman. Ular shogirding uchun o'zing yasa deganlar. Chunki men ularning shogirdi bo'lib, ular menga yasab berganlar va men Nodir shogirdga o'zim instrument yasaganman. Ular ustimda qarab turgan, mana bu joyini bunday qilasan deb ustoz Mahmudov, Shoy Islamovichning ustaxonalarida bularning instrumentlarini yasab berganman. Ularniki o'zlari menga yasab bergandan tashqari o'zlarining eski bitta o'zlari yasagan instrumentlarni menga sovg'a qilganlar va uni yana ham to'g'rilab, yana minglab xatnalarni o'tkazib oldik. Bu uchun ustozga katta rahmat. Respekt. Hozir endi bizda 10 dan ziyod shogirdlar chiqdi. Har bitta shogird uchun shu yerda instrumentlarni yasab beryapmiz. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bizning usulimizning shu unikal tomoni qonsiz, bog'lovsiz, igna ukolsiz, choksiz deganimizning sekreti birinchi navbatda bu maxsus instrument, ikkinchisi bu mutaxassissi malakasi. Shu ikkalovi jamlanganda xudo xolisa chiroyli xatna o'tkazamiz. Uchinchisi bu sharoit, imkoniyatlar. Albatta bu narsa ham rol o'ynaydi. Bizdagi VIP xatna va boshqa xatnalarda sharoitni bolani chalg'itishga qaratilgan. Bolani chalg'itmasak ham u yig'lab beradi-da.